Assalomu alaykum. Bu videomizda xudo xolasa ChatPlace IO saytida, ya'ni chatbot saytida Instagramda, Telegram botda o'zi ChatGPTga ulangan AI agentini, ya'ni ChatPlace yaqinda taqdim qilgan agentini qanaqa qilib ulashish akkauntlarimizda ishlatishni o'rganamiz. Buni Englify o'zimiz loyihamiz Englify School misolida ko'rsatib beraman. Unaqa qiyin emas. ChatPlace'ga kiramiz umumiy. ChatPlace'ga bunaqa login qilib kirishinglar mumkin, bepul ishlatib ko'rishinglar mumkin. Men уже kirganman. Demak, bu yerda men главный page emas, mana bu yerda mana agent degan joyi bor, ya'ni sun'iy intellekt agenti. Englify School'ga mana ulanmagan, noldan hozir ulab ishlatib ko'ramiz. Sozdать agenta. Buni o'rgatishimiz kerak. O'zi bu qanaqa ishlashini hozir men qisqacha tushuntirib o'taman. Bu oddiy ssenariyli chatbotdan farqi, bu AI agent farqi o'zi sizni direktingizni o'rganadi. Ya'ni avval nima javob bergansiz, hozir nima deb javob beryapsiz, o'shalarni ko'rib turib, o'zi javoblar shakllantirib oladi. Misol uchun, mana bu savolga bunaqa javob berish kerak ekan, bu savolga mana bunaqa javob berish kerak ekan deb o'zi topib oladi, o'zi o'rganadi, o'zi o'qiydi va mabodo o'zini savollardan tashqari savollar bo'lsa, alohida qilib ko'rsatib qo'yadi. Mana bu savolga men javob topa olmadim. Bu savolga yordam ber menga, javob kiritib qo'y deb alohida qilib qo'yadi uni. Va lekin o'zi javob berib qo'yadi unga o'zini nimasidan chiqib turib. ChatGPT bu o'zini bazasidan kelib chiqib turib o'zi javob berib qo'yadi baribir, lekin bu savolga meni aniq javobim yo'q, seni bazangdan topaman deb qo'yadi. Biz uni o'qitishimiz kerak. Mana boshqacha usullarni qilamiz. Mana o'qitishni fayl yuklasak bo'ladi o'zimiz haqimizda. O'zimiz so'zlarimiz bilan bunga nima bersak bo'ladi? Yozib bersak bo'ladi. Biz shundan foydalanamiz. Hop, обычно загружает, ya'ni odatda qanaqa qilishadi? Общая informatsiya kompaniya haqida, описание produkt shularni yuklashadi. Shunaqa yukla deb bizga bu o'rgatyapti. Biz fayl yuklamaymiz, biz o'zimiz nima qilamiz? O'zimiz yozib chiqamiz. Men bu yoqda umumiy tanlaganim bor. Umumiy o'qitish ham ko'rsatib chiqaman sizlarga. Mana bu yerda umumiy boya tayinlaganim bor edi. Mana umumiy Englify haqida qisqacha yozganmiz bu yerda. Mana Общая informatsiya kompaniya nimalar haqida yozishimizni mana endi Englify School'dan xuddi shu narsalarni ko'chirib chiqamiz. Demak, kurslarimizda aynan nimalar bor? Kimlar o'qisa bo'ladi? Yozamiz men bu yerga. Kimlar o'qishi mumkin? Bu narsani aniq ko'rsatib ketayotgan sabab bu o'qitish, bu eng muhim joyi. Mana hammasini bu yoqqa kirib chiqamiz endi. Buni qanaqa kiritishlar farqi yo'q. Shunaqa kirib chiqarsanglar, bu AI o'zi oladi, o'zi kerakli narsani. Ya'ni siz shunaqa o'rganasiz deb yozsangiz, ha, siz shunaqa o'rganasiz ekan deb bu o'ziga noto'g'ri olmaydi. Bu aynan nimaga moslab beradi? Obunachiga moslab javob beradi. O'shanga moslab savol tuzib oladi bu. Yozib chiqdik, bu endi kimlarga mos kelishini aniqlab olyapti. Buni ham o'tkazdirdik. Bo'ldi. Mana endi nima kutmoqda, ya'ni nimaligi o'zi haqida yana ma'lumotlar yozib qo'yamiz. Ilova haqida yana ma'lumotlar. Formati bu srazu odamlar o'zi tushunadi. Formatini jo'natganda AI bundan tushunib oladi. Uy vazifasi haqida mulohazalar bor deyapmiz. Men tepada kiritganimda o'zim bilgan narsalarni kiritib chiqdim. Taxminan bir 3-4 minut ichida yozib chiqdim. Endi bu yerda yanada batafsil saytdan olyapman. Yanada ko'proq ma'lumot bo'lsa, qancha ko'p ma'lumot bersanglar shuncha yaxshi. Misol uchun bizni bitta kanalimga ham tashladim teparoqda. Bitta loyihamizda shunaqa bo'ldi. Biz ko'p ma'lumot bermaganmiz. Biz bilan shartnomani atkaz qilmoqchi bo'lgan bitta loyihamizda va shartnomani atkaz qilmoqchiman deb yozsa, AI o'zi javob bergan. Biz unga hali o'qitmagan shartnoma atkaz qilish bo'yicha. Keyin u nima deb yozgan? Shartnoma atkaz qilish kerak. Senga javob berishmayaptimi Telegramda? Ha, javob berishmayotgan bo'lsa, sen ularni portalga yozib, o'zimizni portalga yozdirmoqchi bo'lgan. Shuning uchun iloji boricha ko'proq ma'lumot, hamma nyuanslarni hisoblab turib berish kerak. Ingliz tili bilan nimalar qila olasiz deymiz. Ingliz tili nimaga kerak? Kerak. Misol uchun umuman shunaqa nimaga o'qishim kerak? O'zi yozib qolganlar uchun mana bu narsalarni kiritib chiqamiz biz hozir. Mana keyin o'zimiz o'sha biz bilan shartnoma atkaz qayerga yozish kerak, nomerni qoldirish uchun qayerga yozish kerak,
Keyin yana o'sha loyihamizda qanaqa bo'ldi? Bitta umuman boshqa nomerni berib yuborgan. Sababi u Direct'da o'rganib chiqqan. Direct'da eski nomer berilgan bo'lgan, ancha 1-2 yil oldin boshqa nomer berilgan bo'lgan. O'sha nomerni haqiqiy nomer deb o'ylaganda o'sha nomerni berib tashlagan odamlarga. Bu yomon. Shuning uchun uni boshidan to'liq o'qitib qo'yish kerak. Endi men bu botni shunchaki ko'rsatish uchun qilyapman. Lekin baribir o'qitib qo'yish kerak bo'ladi o'zi. Boshqa haqiqiy loyiha qilganda. Mentorlarimiz haqida kirib chiqish kerak o'zi. Har bitta mentorimizni bitta, lekin hozir kiritmaymiz. Tarifimizni kirib chiqamiz. Tariflar so'rashadi odamlar. Tariflarimiz Jo'shqin. Jo'shqinda nimalar borligini kiritaman. Narxini kiritmaymiz. Vaqtgacha beramiz. Nima borligi? Bu talog'im. Bu tarif nomi. Endi bunda nimalar borligi? O'sha oddiy stil, ya'ni bunda ko'proq ozgina narsa bor. Narxini bermaymiz. Narxini o'sha bizdan nomerni qoldirish kerak. Endi qo'shilish va batafsil narxlarini bilish uchun raqamingizni qoldiring. Все, продолжить deb bosamiz. Bo'ldi, ma'lumot to'ldi. To'ldi emas, hali bersa bo'ladi, no bizga yetarlicha bo'ldi. Tekst analiz qiladi, baza знаний yaratadi va AI agentini o'zi o'qitadi mana. Hamma jarayonni o'tyapti. Bu ko'p vaqt olmaydi, taxminan 1 daqiqa olsa kerak. Okay. Va bu bot haqida yana gapiradigan bo'lsam, hozir yana chiqqandan keyin ham ko'rsataman. O'zimiz qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun savol, bunga javob. Savol qo'shamiz, yana javob qo'shamiz. Faqat bitta minusi bor. Hozircha chatni to'xtatib bo'lmaydi. Misol uchun chat mana bu paytdan to'xtasin, nomerni olgandan keyin to'xtasin degan joyi hali ishlanmabdi. Men chat bilan o'z bilan gaplashdim. Yo'q, bu joyini hali ishlamadi deyishdi, lekin kuchaytirib borishyapti. Bu nimaga foyda desak, bu qanaqa biznesga, любой biznesga to'g'ri keladi. Chunki bu o'zingizni tone of voice'da gaplashadi. O'zi Instagram aniqlab olib turib, qanaqa tone of voice'da gaplashadi, kim gaplashadi, ismini nima deb chaqiradi. Biz o'sha qilgan loyihamizda buni botligini hech kim bilmadi. Bu botga o'xshab gaplashmaydi. Bu GPT bilan ulangan, bu AI, lekin umuman botga o'xshab gaplashmaydi, ishoninglar. Bu o'zi haqiqiy odamdek, haqiqiy community manager deb gaplashadi. Kommentlarga ham atvet qaytara oladi. Hozir hamma funksiyasini ko'rib chiqamiz. Qanaqa funksiyalar yoqsa bo'ladi, qanaqalarni maqsad ishlatib ko'ra olmaymiz, chunki bu agar bizning community managerimiz bor, nyuanslar bo'lib ketib qolishi mumkin Englify School'da. Lekin buni o'sha ishlatadigan joygacha borib hozir ko'ra olamiz. Buni narxlarini men tanishtirib o'tishim kerak. Mana bundan ko'rib qolamiz hozir narxini. Chatplace ham unaqa pro versiyada qilib qo'yishibdi. Mana bunisini olish kerak katta ehtimol bilan. Hozir ko'ramiz. Chatplace AI. AI agent bo'lish kerak. Shunisi shekilli. Shunisi. Chatplace AI. Plus $40 qo'shiladi deyapti, adashmasam. Yo'q, AI qo'shsam qanaqa? Demak, AI qo'shimcha $25 ekan. Agar men $190 sayt nimasini sotib olsa, bu uje ichida bo'lar ekan. Bunda hech narsa, hammasi unlimited, hammasi bemalol. Hamma biladi uje gamification yo'q, Chatplace AI yo'q. Bular qo'shsa plus bunaqa summa bo'ladi. Mana bu bo'ldi menimcha, mana bo'ldi uje. Bu faqat men ko'rinadi. Mana bu akkaunt nima haqida? Bu akkaunt qanday asosiy muammolarni hal qiladi? Mana yozamiz hozir, xuddi Instagramda yozgandek. Tariflar haqida ma'lumot bering. Ma'lumot bering.
Yozyapti. Bu yerdan chiqib ketib qolsak, lekin bu yozmay qoladi. Shuning uchun mana shu turib turamiz. Yozdi уже. Raqam qoldirish degan knopka chiqadi. Knopka ham o'zi qo'shib beradi bu. Raqam qoldirish bossam, raqamingizni qoldiring deyish kerak, adashmasam. Bu talog'im oddiy tarif. Telefon raqamingizni qoldiring, men uni saqlashim va siz mana 94 voy. Qoldirdik. Nima deydi? Rahmat, telefon raqamingizni tez orasiga qo'ng'iroq qilib, tarif tanlash va ro'yxatga o'tish bo'yicha yordam beramiz. Oddiy ish vaqti davomida 1-2 soat ichida bog'lanamiz. Buni so'rang mana. Mana shunaqa paytda mana shu tarafi neto odamlar savol berib yuboradi. Buni hali o'zi Google Sheets'ga yo CRM ga ulaydigan joyini qilmagan. Community manager ichini ko'rib chiqish kerak nomer berganlarni. Shu tarafi netoligi uchun bitta nimamizni o'chirib qo'ydik, lekin umumiy gaplashishga zo'r bu. Shu funksiyani ham qo'shamiz deyishdi. Ya'ni o'zi nomer olgandan keyin sразу nomerni nima qilib qo'yishi. Sheets'ga ham CRM ga ham joylab qo'yishdi. Запустить qilamiz buni. Lekin o'chirib qo'yishimiz kerak. Sani aytib qo'yamiz. Baza знаний, ya'ni ma'lumotlar bazasi buni. Mana bu yerda bez ответов bor. Ya'ni bu yerga odamlar yozsa, bez ответов bo'lib tushadi mana bu yerga. Yana ma'lumot qo'shib borursak bo'ladi yoki yana fayl bo'lib qolsa, mana bu yerdan fayl qo'shaversak bo'ladi. Baza знанийda adashmasam, baza qo'shadigan joy bor edi. Настройкasiga o'tib qolamiz. Demak, Telegramga настройка qilsa bo'ladi, lead kelsa. Lead kelsa, misol uchun o'sha botdan mana shu userda lead keldi deb qilib qo'ysak bo'ladi, lekin bu baribir hali 100% to'g'ri ishlamaganligi uchun buni qilmadik biz. Правила общения qilib, общение правиласini kiritib qo'ysak bo'ladi bu yerga. Qanaqa gaplashsin, nima qilsin. Hozir ochiq turibdi. Agent. Xo'p, ответы mana. Отвечать на комментарий bor, reaksiya storiesga javob berish bor, kommentariyni yoqib qo'ysak bo'ladi. Только на личные сообщения в директ, но и на комментарии, реакции и отметки в сторис. Сюда им жауап беролadi. Возвращать клиентов, если клиент не отвечал какое-то время, агент может мягко возобновить разговор. Ya'ni o'zi boshlab ketadi. Nimaga? Nega yozmayapsan deb. Ya'ni full bu bot. Ответlardan o'rganish mana. Когда вы сами отвечаете клиентам, ответы сохраняются и используются для улучшения будущих реакций в похожих ситуациях. Buni yoqib qo'ysak, o'zi o'rganadi. Logikasi bu yoqda. Ishlatish davomida, misol uchun admin kirib qo'shilsa, u chiqib ketadigan joylari bor. Shunaqa joylari bu yerda aytilgan. Pauza bu yerda, bularni logikani o'chirib qo'yganimiz ma'qul. Ответdan oldin pauza qilib turish, misol 4 sekund, ya'ni sразу taq boraversa odamlar botligini bilib qoladi. Misol uchun bunga sekund qilamizda 10 qo'yamiz. 30 ekan eng kam. 30 sekund qilib qo'yamiz. Приостановить автоматизации. Пока с клиентом идет диалог, все наши автоматизации. Dialog ketib tursa, boshqa chat place avtomatizatsiyalari o'chib turadi degan narsa. Zo'r narsa xullas. Ishlatishingizni tavsiya qilaman. Shu videoni pastda link qoldiraman. O'sha link orqali o'tsanglar, sizlar chat placedan 2 hafta bu funksiyasidan emas, o'z umumiy bepul ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'linglar, ulashib qo'yinglar shunaqa bot kerak bo'lgan odamlarga. Charchamanglar, rahmat.